Qaynonam hayotga ota-onang televizor olib kelsin deyapti. Mana shunaqa oilalarga hech ham tushunmayman-da. Butun boshli qizini berib qo'yadi. Qizi shu oilani xizmatini qiladi beminnat, hech narsa talab qilmasdan-da. Qanaqa qilib yana u olib kelsin, bu olib kelsin deb talab qilish mumkin. Men shunaqa odamlarni o'zini pastkuda deb bilaman, past insonlar deb bilaman. Qachon tugaydi kelin tomonga soliq soladigan, narsa undiradigan, narsa kutadigan, qanaqadir boyligiga uchib, buyumiga uchib, narsasiga, puliga uchib kelin qiladigan maqsadlar, gaplar, gap so'zlar, urf-odatlar qachon tugaydi? Bolam bo'tam deb yaxshi gapirib, shu televizor nima, o'z kreditlar chiqib ketgan, bo'lib to'lashlar chiqib ketgan, shunchalik ko'rayotgan bo'lsalar, ana o'zlari ola qolsinlar. Bekida o'g'illariga yetsinlar, o'g'illari olib beradi. O'zi hamma narsani ilojsiz chiqib ketgan, harakat qilsa bo'ldi. Endi ota-onaga